Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Dengiz Tulpori ko'lida baliq ovlarimizni davom ettiryapmiz. Optim olamiz va sotamiz. Hozir dehqon bilan sizlarni suhbatga chaqiramiz. O'zlaring guvohi bo'lasizlar. Shavkat aka, 1 minutga keling aka. Assalomu alaykum. Shavkat aka, xirmonga baraka. Charchamayapsiz. Xo'p, Shavkat aka, sizga bitta ikkita savollarim bor. Kanalimizga qo'yamiz buni. Kuzatuvchilarimizga qiziq bu albatta. Hop, endi qarang Shavkat aka, mana bu yil Xudo xolasa birga ishladik, yil davomida birgalikda ishladik. Zo'r bo'ldi. O'tgan yilga nisbatan bu yilgi natijalar qanday? O'tgan yilgidan nisbatan o'tgan yil biz 27 tonna baliq olgan edik ko'lda. Xo'p, bu yilga qancha rejalashtiryapsiz endi? 2 baravar. 2 baravar, 55 tonna degani, 55 tonna. Xo'p, endi aka, qarang mana yil davomida lichinkalarni mana o'zimiz berdik, to'g'rimi? Izoboy kompaniyasidan lichinkalarni oldik aka. Endi qarab turing aka. Xo'p, o'tgan yilga nisbatan taliq solib, ya'ni oq baliqlarimiz necha gram bo'lgan, bu yilga qancha bo'ldi? O'tgan yil 1 kilo 700 ga 1 kilo 600, 1 kilo 700 bo'lmagan. Hop. Bu yil Xudo xolasa 2 kilo 250, 2 kilo 300 razmerga oshdi, natija. Hop, sazanlarimiz qanaqa bo'lgan? Sazan o'tgan yil 800 gram bo'lib qolgan. 800 gram bo'lgan, hop. Bu yil 2 kilo 400, 2 kilo 300 ga Xudo xolasa o'rnadi. 2 kilo 400, 2 kilo 300 ga o'rnadi. Endi qarang, demak sazanlarning dash 3 baravar katta bo'ldi. Xo'p, yemlarni qanaqa yemda boqdik Xudo xolasa? Yem Izoboy kompaniyasidan. Ha. Eron yemlari, Eron Faradan yemlari. Faradan yemlaridan boqdik. Endi biz bitta u sazanni o'ziga emas-da. Biz oq baliqqa ham dash bu yil dori amopost kam berdik. Kam ishlatdik. Demak, Eron Faradan yemidan granuladan sazanning ozuqasi oq baliqqa foydasi bor. Foydasi bor ekan. O'tgan yil qancha amofos ishlatgansiz, bu yil qancha amofos ishlatdingiz? O'tgan yil 80 tonna amofos, 80 qop amofos ishlatganmiz. 4 tonna bo'lami? O'shanda 1 kilo 700 ga o'rnaganda, bu yil 60 qop ishlatdik. Xo'p, demak 1 tonna amofos kam ishlatasiz, balig'ingiz yarim kilo oshib katta bo'lyapti. Bo'ldi. Tushunarli. O'zidan ham chiqarganda oziqa. O'zidan ham chiqaradi. Endi xo'p, narx-navoda qanday bo'lyapti aka? Narx-navo ham yaxshi-da. O'tgan yil 17 ming sotgan bo'lsak, hop, bu yil mana 25,5 ming sotdik-da. Xo'p, demak narx-navoga ham katta bo'lsa, 7,5 ming qo'shilyapti. Demak, 50 tonnamiz 350 ming qo'shimcha daromad bo'lyapti. 350 million. Bizga yoqdi-da, zo'r. Effekt berdi. Xo'p, mana hurmatli kuzatuvchilar, o'zlaring ko'rib turibsizlar, Optim yuklanyapti, O'zbekiston bo'ylab tarqatiladi, olib sotamiz. Plus keyin o'zimiz ta'minotini qilamiz. Shu ko'limizga lichinka mahsulotini ham o'zimiz yetkazib berganmiz. 100%. Bizni o'zimiz mutaxassislar maslahatlari orqali boqildi. Mana hozirgi kunga natijalarimiz Xudo xolasa oq baliqimiz 2 kilo 300 gram, sazanimiz 2 kilo 200 gram. O'tgan yilga nisbatan 2x ga oshgan. Daromad ham baliqda katta bo'lishi ham. Yana kimga qanaqadir qo'shimcha savollar qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib ketasizlar. Albatta bunga javob berishga harakatini qilamiz. Kimga shunaqa xizmat bo'lsa, birgalikda ishlashni taklif qilamiz. Hozirgi kunga mana bitta to'rimizda Xudo xolasa 20 tonna oshiq baliq chiqarishdi. Abitlar, ovchilarimiz abitga chiqib ketdi. Shu mashinaga 5 tonna yuklanyapti. Mana yemimizda ham qop bor ekan. Mana shu Eron yemi birinchi qo'l zavoddan keladi. O'rtada hech qanaqa o'rtagashlar yo'q. Xo'p, bir teskari olib qatdimi? Xo'p. Eronda Faradan yemidan karmoy koeffitsiyenti 1 kilo 500 ga 1 kilo garantiyasini beramiz. Agar suv sharoitini qilib beradigan bo'lsangiz, 1 kilo 300 ga 1 kilo. Mana oq balig'imiz. O'tgan shu balig'imiz mana shu yerda o'zlari boqishgan, amofos o'zlarini bilganday boqishgan. Hozirgi kunga joningga. Mana. Hozirgi kunga mana shu balig'imiz 2 kilodan tepaga o'tiryapti. Narx masalasida ham yutib ketasizlar. Sabab yirik baliq absolyutni qimmat bo'ladi. Lichinkani ham o'zimizda olishgan, o'zimizda ham 50-60 gektar urug'chilik bazamiz bor. Hozirgi kunga ham yoki erta bahor o'zimiz yetkazib beramiz. 100% ko'rimda boqiladi, lichinkalarimiz ham 100% ko'rimda boqiladi. Xudo xolasa videosini qo'yamiz, albatta joylaymiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Quyidagi nomerlar qoldiramiz.
Xo'p, hozirgi kunga erta bahorgi semichkalarimiz 300 gramm bo'lgan. Mahsulotni ham o'zimiz yetkazib beramiz. Boqish uchun ta'minotini ham qilamiz. Plus yaxshi narxlarda o'zimiz kuzda qaytarib sotib olamiz. Lichinkalarimiz ham hozirgi kunga qanday tushuntirsam bo'ladi? Endi hozir videosini xudo xolasa qo'yishga harakat qilamiz. Lekin natijalarimiz yaxshi, lichinkalarimiz sog'lom, erta bahorga ham sog'lom holatda chiqadi inshaalloh. Erta bahor aprelda boshidan ovlashni boshlaymiz, kelaverasizlar. Homilador bizda talamash bo'ladi, kech qolmaysizlar. Quyida telefon nomerlarimizni qoldiramiz xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Zo'r.